O'g'iltoy, bular meni komandam, shogirdlarim bo'ladi. Bozorda narx sindirish bo'yicha biz bo'rilar bo'lamiz. Ish rejamiz narxi birin-ketin borib sindirib tashlaymiz. Ishchi qorovul aka boshlayveradi. Bor. Aka, jentlmen ish bilagan, ha? 10 ming deyapman aka. Yo'q, aka, odamlardan pul qochgani 8 ming bo'lsa shitirsaningmi? Yo'q, unaqa narxga bera olmayman aka. Aka, endi yalinsiz ham 7 mingga olmayman. Ustoz, ko'yniga g'ulg'ula solib qo'ydim. Ko'rdingmi o'g'iltoy? Birinchi rejamiz ishga tushdi. Endi kalta aka borib narx sindiradi. Bor kalta. Bozorni ish pul qildi. Bozorni qo'yavering, 9 ming bo'lsa berib yuboraman. Erta narxlar 7 ming bo'lsa baraka. Ya, unaqa narxlarga mashina yo'q aka. Savdozni bersin-da. Tushunmadim, bugun mashinani sota olamanmi o'zi? Stop pishdi. Ey o'g'iltoy, mashina egasi ham tubasiga tayandi. Shirin joyi keldi. Borib sotib olamiz. Ketdi. Ha aka, bozor ham qaytyapti-yu. Buni necha pulga berib yuborasiz? 8 ming bo'lsa berib yuboraman. 8 mingdan qo'ying. 6,5 ming narsanima, rozimisiz? Bering. Ber o'g'il. Baraka. Nadajon, nima qilamiz? Ha endi Malibu bar, Malibu rul qo'yamiz-da, ertaga Mazda deb sotib olasiz. Qani bitta Mazda-chi? Masla. Chichuardi.